Bilmaganimni o'rgatib. Yo'q, bemalol. Mana demak, hozir o'zimizning an'anaviy usulda akamiz kesyaptilar. Nimaga? O'zbekistondagi bir 90% bog'larimiz mana shu usulda kesilyapti. Mana hozir akaga iltimos qildim. An'anaviy usulda kesib bering dedim. Demak, mana shu an'anaviy usulda kesilyapti hozir. Mana e'tibor beramiz hozir vaziyatga mana. Bu mana shu noto'g'ri usul hisoblanadi. Chunki O'zbekistonda ikkita vegetatsiya davri bor. Birinchisi aprel-may, ikkinchisi avgust-sentyabr. O'sha paytda xuddi shu usulda kesiladi. Mana bu shoxlanuvchini kesadigan bo'lsak, biz me'yoriy shoxdan aylanamiz. Mana bu ko'rib turibsizlar, tayyor me'yoriy shoxlar. Akamiz mana o'zini usullarida kesyaptilar mana hozir. Bu hech qanaqa tanqidiy narsa emas, shunchaki fermer akalarimizga ko'rsatish. Ya'ni hamma o'zini o'tayotgan holatni bilish kerak, ya'ni bog'ida nima holat ketayotganini, kechayotganini bilish kerak, ya'ni his qilish kerak hamma. Mana e'tibor beramiz, mana bu ham uchidan urilgan. Aytkim kelyapti, kesmaydi, buni endi nima qilamiz boshqa. Aytib. Yo'q, siz kesiz, meni qaychimda kesing, men uni qo'ying, qo'lingiz og'riydi. Men buni kesing. Ya siz mana shuni kesing. Hamdan ham turib qolganda. Qaychi nima deyapti? Qaychini gapiringiz, qaychini. Udan-ku. Udan. Qaychani 100 dollar tursa kerak. Endi sal yurishanga yetmaydi aytayotgan narxingizga. Ana unda kesish qarang, juda oson kesadi. Do'shida farq bormi? Qo'l nima deyapti? Bilaklaringizni ayting, nima deyapti? Tili bo'lganini gapiraverardi bilaklar. Bitta olsangiz umringiz oxirigacha yetadi mana shu qaychi sizga. O'tkirlab tursangiz bo'ldi faqat. Qaychi ekanda. Mana. Qo'ldan qochib ketgan qarang. O'zi kesadi bu qaychini. Qaychini reklamasi emas, shunchaki yaxshi narsani ko'rsatamiz hammaga bilasizlar. Kesavering, qo'rqmang, uradi bu qaychi bemalol. Zo'r. Ya'ni bu an'anaviy usulda kesilgan holatda endi xudo xohlasa o'zimiz kesamiz, o'zimiz usulda mevali usulda kesamiz. Qizil sortda red delicious oilasiga kiradi, ya'ni 5 yulduz deymiz bizning xalqimiz tilida, Krebsin 5 yulduz. Demak, endi o'zimiz ya'ni zamonaviy usulda kesamiz. Hali aytganimdek, 2-3 ta yengil ichkaridan liderlar olib chiqamiz. Ko'p lider kerak emas. Ham meva, ham shoxga aylantiramiz. Bizning ortiqcha mana bu ichkariga mana hali aytgan taxminan shuni yarim metr deb olsak, ichkariga to'liq quyosh tashiydi. Bu zarar qon beti tushishiga va boshqa har xil hasharotlarning ko'payib ketishiga sababchi bo'ladi. Mana buni ham bu ham soya tashiydi ichkariga to'liq. Daraxt mana ochilyapti. Ko'ryapsizmi bazdinik? Mana bular juda betartib, ya'ni yo'nalishsiz kesilgan. Atrofini bitta aylanib chiqamiz, keyin yetab ko'tadi. Men qaychim. Mana qaychim bog'da ekan. Mana o'zimda mana bu. Bizning usul mana bir yoshiga yo qoldiramiz, yo tegidan olamiz. Mana bu qismini qoldiramiz biz, mevaga yotadi xudo xolasa. Bu yerda buni olamiz, o'zi kuchli o'syapti, buni olib tashlaymiz. Olamiz. Red Delicious oilasida
qaytarib kesish mumkin faqat 2 yoshli shoxga. Mana, yon tomon turibdi. Xalaqit beradi, 2 yoshga qaytarib kesib qo'yaveramiz, hech narsa qilmaydi. Ko'proq mevali shoxga qaytarib kesamiz biz. Yo'nalish berib ketyapman, ko'ryapsizlar. Ya'ni kerakli shoxni qoldirib, kerak emasini olib ketyapman. Bu yerda mana qaytarib kesib qo'yaqligicha mana. Bo'ldi, bunga tegmaydi, mevali shox bu. Bu yerda uni olib qo'yamiz. Quyosh tushishi kerak edi, boya. Xalaqit beradi bir-biriga, olib tashlaymiz. Bir yoshli shox tegidan olamiz taqab. Ustimiz turibdi, o'sish shakillashtirish uchun qoldiramiz. Kelishdagi ikkita yo'nalish, o'sish shakillashtirish, mevali shox ko'proq qoldirish bo'ldi. Bu yilgi strategiya shu. Mana oyoq o'sirsa, buni kerak paytda olib tashlaymiz agar. Tepalaring hayda shox bo'lsa olib tashlashni shartlasizda zinashdan. Qaysi, men bilanimi? Ha, o'sha hozir qoldirdingizku men bilan. Bilanimi? Yo'q. Ichkariga qolsa qolaversin. Qolaversin. Sekinlashtirib olish faqat. Kuchli kesilgani hisobiga juda ko'p shoxlar o'sgan. Faqat bir yosh shox tushyapti. Buni ham yana qaytarib qo'yamiz. Mana shu qismidan bir 2 yil foydalanamiz. 2 yildan keyin ko'ramiz. Ya'ni bular mana nasib qilsa bir hosil berish kerak, xudo xolasa. Da keyin 27-yil o'ylab ko'ramiz. 28 kerak bo'lsa buni. Ichidagi shoxlarni olib chiqamiz yana hammasini. Maksimum 5 yil qilamiz. Men bilan ham chiqib ketadi. Mana bu qismlarni oldin to'ldirib olaylik, shoxlar chiqarib mana bu qismni
Mevaga yotib olish kerak-da. Uni o'ylaymiz, keyingi marta bitta ikkita olamiz. Sekin-sekin olib daraxtga ham hayajonlantirib yubormaymiz, o'zimiz hayajonlanib ketmaymiz-da. Keyingi olib ketiramiz. Tepa tomonlarini mana o'sha keyingi to'xtatamiz. Tepani o'sgan joyida. To'xtatgandan keyin qolib tashlaymiz. Ha. Bir xil kesiladi. Bir xillashadi hamma. Va xohlasa shu bilan yaxshi bo'ladi. Mana bitta kesishimiz kerak tog'a. Finali hamma joy shoxi shart emas qayta. Yo'l turing topchidan. Uydan olib chiqasiz tamom. Keyin pastamonligini olinadi mana bu. Maksimalni qoshish kerak. Uchini kesmaydi, qoshish kerak ekan. 27-chi xudo xolasa zo'rnatija bo'ladi. 26 uylar yaxshi natija bo'ladi. 27-chi pastamonga chiqamiz.